chista qishloqni bolasiman, chista anaqa noldan ko'tarilganman desam ham bo'ladi. Firibgar treyderlardan ehtiyot bo'ling degan SMS kelyapti hammani telefoniga. Savdo ochmoqmiz har kuni tek. Riskka lekin amal qilish kam bo'lgan. Bitta savdo ochganman, tekimni qo'yganman, bitta qarasam, shutim minus yopilib ketganda, kanalda keyin challenge e'lon qildim. Mana shu xanni yana li 9 qilaman deb. Barchaga assalomu alaykum do'stlar. $3700 payout qilgan MK Samandar treyderimizni bugun intervyumizga taklif qildik. Instagram sahifasida o'zingizlar ko'rgan bo'lsanglar kerak, aynan O'zbekistonda fillari bor prop kompaniyani reklama qilganlari va payout qilganlaridan keyin suhbatga taklif qildik. Hozir o'zlari bilan tanishishingiz mumkin. Samandar, o'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? O'zimni tanishtirishga menimcha hojat ham yo'q deb o'ylayman, chunki O'zbekistondamiz. Ismim Samandar. O'sha bilmaganlar, tanimaganlar uchun forex va kriptovalyuta sohasida jami hisoblaganda 6 yil mana bo'pti bu yil. 6 yildan beri mana shu sohada ishlab kelaman. Bu degani faqat forex degani emas. Boshida sohamni yo'nalishimni kriptovalyuta sohasida boshlaganman. O'rtada biladigan bo'lsangiz, noqonuniy bo'ldi, keyin mana qonunlar kiritildi. Hozir hamma sharoitlar bor. Hozir ham forexda ham kriptoda ham ishlab kelyapman. Ozmi ko'pmi o'sha xalqqa ko'pchilik meni tanisa, tradingni noldan o'rgatish bo'yicha ko'pchilik taniydi. Chunki juda ham ko'p odamga tradingni noldan mana shu sohaga kirib kelishiga sababchiman. Endi tan olishadimi yo'qmi? Juda yaxshi. Shu bo'yicha. Taklif qilganlarga kattakon rahmat. Chunki obunachilarim ko'rdinglar, Instagramga o'sha o'zim yechganimdan keyin va'da berdim. Agar O'zbekistonda ham filiali bor ekan, balki ko'rishib qolarmiz deganimdan keyin obunachilar menimcha ko'p sizlarga murojaat qilishdi. Ko'pchilik aytib o'tishdi. Mana shu joyda yig'ilgan ekanmiz. Bugun menimcha asosiy zo'r suhbatlar bo'ladi. Yaxshi narsalar haqida gaplashamiz deb o'ylaymiz. Borini ochiqcha gaplashishga harakat qilamiz. Samimiy suhbat bo'ladi. Hamma narsa shaffof, ochiqchasiga plyusini ham, minusini ham hammasini gaplashib o'tib ketamiz. Albatta. Xo'p, sizga savol, birinchi savolim, trading sohasida 6 yildan beri shug'ullanayotgan ekansiz. Shu paytgacha shu sohada nechta shogird chiqargansiz? Birinchi savolim, ikkinchisi ulab ketasiz. Xo'p, birinchi stabilniy daromadga chiqqan vaqtingiz. Ya'ni qancha stabilniy tradingda javob beradigan statistikalar bo'yicha. Xo'p, shogird anaqasiga kelsak, men o'zi shogird olmayman. Faqat o'zimni yaqin ukalarim, akalar bor. Ularni yonimda yurishadi, o'rganishadi. Keyin o'zlari mustaqil savdo qilib ketishadi yoki yonimda ishlashadi. Xo'p, bunaqa shogirdlardan hozirga qadar 100 taga yetmaydi. 20 tacha bor bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki men shogird kam olaman. Lekin o'quvchilarim bor, 10 mingdan oshiq o'quvchilar o'qitganmiz. Onlayn, offlaynmi? Onlayn ham, offlayn ham qo'shganda 10 mingdan ortiq. Hozir o'sha hisob-kitobga ketishdi. Endi u platniy bo'yicha onlaynda ham, kriptoni qo'shganda ham, forex qo'shganda ham 10 mingdan oshiq. Agar umuman hisoblaydigan bo'lsak, bemalol ayta olaman, 50 mingdan oshiq odamni o'rgatganman deb ayta olaman. Chunki biz pashti bir yilda 4-5 marotaba 10 ming, 20 ming, 30 ming odamlarni Telegramga yig'ib, ularga noldan bepulga kurs o'tamiz. Bepulga o'tganimiz ham bor, pulligi ham bor. Xullas 10 ming plyus deb bemalol ayta olaman. Va stabil daromadga keladigan bo'lsak, men o'zim oxirgi 2 yildan beri full marja kirishi, katta lot kirishi, undan tashqari kichik balans bilan katta hisob qilishi, o'sha tanqid qilishni boshlaganim 2 yil davomida. Chunki nafaqat auditoriya o'zim bilan parallel ravishda auditoriyamni ham tayyorlab kelyapman. 2 yil bo'lyapti stabilniy daromadga. Misol tariqasida $5000 hisob, oyiga $500, $1000 stabilniy savdo qilish. Zo'r. Xuddi shunaqa. Lekin o'zimda ham oldin kamchiliklar bo'lgan. Nimaga bunaqa kamchiliklar bo'lgan? Chunki menda ustoz bo'lmagan. Men faqatgina mana shu YouTubedan, undan, bundan, uni kursida o'qirdim, buni kursida o'qirdim. Xullas, pala-partish savdo qilib kelganman. O'quvchilarimga ham o'shaning uchun aytaman, misol reklama qilganimizda ham kursi yo boshqa bilan gaplashayotganimda ham YouTubedan, boshqa joydan yaxshi o'rgansa bo'ladi, lekin o'zingiz ham bilasiz, bitta odam bilan ishlagan baribir boshqa. Chunki u
yo'l yo'rig'ini biladi, bosib o'tgan qadamlarini biladi. Shu qisqa qilib aytganda, oxirgi 2 yilda stabil daromad qilib kelish bo'yicha tanqid ham qilib kelyapman. Auditoriyani O'zbekistonni ham jalb qilyapman. O'zim ham 2 yil bo'ldi, mana 2024 oxiri boshladim. 25 1 yil bo'ladigan bo'lsa, 1,5 yil ekan, 2 yil emas ekan, 1,5 yil shu stabil ishlab kelyapmiz. Tanqid qilib kelyapman. Chunki nima sababdan bu narsani ko'targanimni sababi, birinchidan o'zim shu paytgacha ahmoq bo'lgan ekanman dedim. Full kirib kazino o'ynab kelayotgan ekanman. Men tan olaman. Menga balki bu minus olib kelishi mumkin, lekin tan olib aytaman. Razgon qilganlarni hech qachon oqlamayman. Yomonlar bunaqa qilmayman, lekin oqlamayman. Keyin yana bitta katta minusi, O'zbekistonga bu juda katta minus olib keladi. Nimaga? Bir xil aytishadi, biz forex sohasida, trading, kriptovalyuta sohasida deydi, O'zbekistonga pul olib kiryapmiz deydi. Bu bizga plyus-ku deydi, biz o'rgatyapmiz deydi. Nimadir, qanaqadir narsa chiqib qolsa. Aslida unaqa emas. Ular razgonchilar yoki full margin ishlaydiganlar O'zbekistonga pul olib kirmayapti. O'zbekistondan pul chiqib ketishiga sabab bo'lyapti. Ko'pincha holatlarda shunaqa, lekin stabil hamma narsani oq tomoni bo'lgan kabi qora tomoni ham bor, lekin oq tomoni ham bor. Lekin hozir ko'p o'sha eski paytdan beri ishlab kelayotgan treyderlar stabil savdo qilinglar, risk amal qilinglar deydi. Lekin faqat quruq gap bo'yicha qolib ketyapti. Ko'p odamlarda buni realda ham ko'rsatish kerak. Ya'ni risk amal qiling deganda nima u riskka, qanaqa amal qiladi? Odamlar tushunmasa qanday amal qiladi u riskka? Qisqa qilib aytganda shu, ozgina cho'zilib ketdi. Qisqa qilib aytganda shu. Ma'lumot qancha ko'p bo'lsa, boshlang'ich va professional treyderlar uchun menimcha ancha manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Albatta, bu narsa faqat o'sha quruq gapda emas. Bu narsani men YouTube'larimga ham olib chiqishni boshlaganman, Instagramlarimda ham aytaman, YouTube'da videolar ham qilishni boshlayapmiz. Shu yana keyin qo'shimcha qilib aytishim mumkinki, shu O'zbekistondan pul nafaqat kirmayapti, chiqib ketayotganim, hozirgi menimcha buni ham qisqacha aytib o'tganimiz yaxshi. Podkastda baribir misol kamroq odam ko'rsak manfaatli bo'ladi. Pul ko'paytirib beramiz deb chiqib ketyapti. Bu temani gapirmasak ham bilamiz-ku, lekin bilmaydiganlar ham oramizda bo'lishi mumkin. Balki bu videoning prosmotri yaxshi zo'r bo'lib ketishi mumkin. Ko'pchilik aldanib qolyapti. Xudo xolasa, hammamiz maqsadimiz shu desa ham bo'ladi. Trading yolg'on sohada, soha emas, o'zi o'yindek bo'lib qoldi-da. Mas imенно shu narsani deb. Bu yoqda shuncha yildan beri mehnat qilib kelayotgan, misol uchun sizga, menga yoki bizga o'xshagan boshqa professional treyderlar haqiqatan nomi yomonga chiqib qolyapti. Xudo xolasa 1-2 yildan keyin yana boyaga yetganingizdek o'zi hamma boya sizga aytib o'tdim, to что men o'sha 8-sinf paytimda boshlaganimda esimda, ana baribir odam kuzatib yuradi, endi u payt konkurent deb qarardim-da men. O'sha qarab yurardim, kimlar o'rgatar ekan tradingni, kim ishlab kelar ekan deganlarim hozir ko'pchiligi o'sha aytib o'tganimda endi yomon tanqid qilish emas, bu sohada non topish qiyin, chunki bu o'yin emas. Ana временный kirib chiqib ketadiganlar ko'p. Hozir ko'zingizga yaxshi ko'rinib, ana zo'r pul ko'tarayotganlar ham ertaga Dubayda realtorlik qilib yurishi mumkin. Misol uchun endi noto'g'ri tanqid qilish emas bu, hech kimga yomonligim yo'q, hammani o'zini baribir peshonamizga yozilgan soha bor. Ertaga men hozir shunaqa narsani gapirib turib, ertaga qanaqadir misol katta taklif tushib qolsa yokida juda peshonamizga yozib qo'ygan boshqa kasb bo'lishi ham mumkindir, balki. Baribir erkak kishiga qirq hunar oz deydi, peshonamizga yozilgandan qochib qutula olmaymiz. Bu tanqid emas, endi aytmoqchi bo'lganim, unda olib qarasa, eblolmasdan haqiqatda chiqib ketayotganlar ham bor. Bu ish men uchun emas ekan deb. Lekin baribir pul bilan bog'liq bo'ladi-yu. Investitsiya bo'ladi-yu, misol uchun men yaxshiroq taklif chiqib qolsa. Mana shu sohada misol sizning sohangiz yoki meni sohamda qanaqadir kattaroq bank yoki qanaqadir kattaroq tashkilot sanda mamlaqa bor ekan, san bo'ldi mediani tark et, lekin san faqat investor sifatida bizning kompaniyada ishla yoki analitik sifatida ishla. O'zi asl tradingni bilasiz, investor boshqa, trader boshqa, analitik boshqa. Bizda bo'lsa hammasini o'zimiz qilamiz. Analitik, media bo'yicha ham xuddi shunaqa. Qattan bilasiz, balki shunaqa taklif tushsa bilib bo'lmaydi demoqchiman. O'shaning uchun noto'g'ri tushunib qolmaysizlar degan anaqadaman. Qiziqarli savol beraman. Bu o'zimiz sizga nisbatan shaxsiy savolim. Xo'p, qarang. Tradingda eng katta yo'qotgan summa minus qilganingiz va eng katta qilgan plyusiz. Ani
podrobniy aytib ketsa yaxshi bo'lardi. Kuni, vaqti, soatlari, o'sha momentlari, emotsiyalari bilan qanaqa reaksiyalar bo'lgan shuni aytib ketsa вообще zo'r bo'ladi. Xo'p, ko'pchilik qiziqadi. 3 ta narsani aytib o'taman. O'zi birinchi kriptoga kirib kelganimda, o'sha yosh paytimda, boshlagan paytimda, mana hech qanaqa sharoit bo'lmagan, chista hali ham qishloqda turaman, chista qishloqni bolasiman, chista anaqa noldan ko'tarilganman desam ham bo'ladi. Hali men qanaqadir darajadaman demayman. O'zimni professional trader ham deb atamayman. Bu narsadan uyalmayman ham. Siz hozir boya aytdingiz, sizga o'xshab professional deb, lekin men o'zim professional hisoblamayman. Kimga qanaqa. Birinchi o'sha kriptodan topgan pulim $500 investitsiya bilan $800 daromad, birinchi iPhone olgandim. Maktabda o'qirdim u paytda. Ana maktabda o'qib yurganingizda bilsangiz, iPhone wow bo'lgan. Wow bo'lgan, iPhone 11 bo'lgan. Keyin ana ustozlar telefonlarni yig'ishtirib oladi-yu, hammadan bilasizmi maktabda o'qib yurganda. Meniki iPhone edi-da, butun maktabda yo'q edi. Hech kimda iPhone yo'q edi. O'sha narsalar endi prosta esimda. 8-9-sinf paytimda birinchi daromadim esimda qolib ketgani bu. Keyin mana shu forex sohasida eng katta topgan daromadim meni o'zim akam bor, o'sha Mo'min aka degan. Короче, shunaqa narsa bo'lgan. Men Malibuda yurardim. Premier Limit Edition qilib olgandim. Birinchi Malibuyimni o'sha daromad qilib olganman. Uni ham stabil kurs ham bor ichida. Uni ichida men ochiqcha aytaman. Kurs sotuvdan ham o'zim forexda ishlaganim ham, chunki menda katta investitsiya yo'q edi. Hamma divijuxalardan yig'ilingan pul o'sha Malibu olganman. Ana undan keyin bitta risk qilib ko'rishga qaror qildim. Men o'zimni strategiyam bor edi bitta. Hozir statistikalarim tushib ketdi. Hozir uni ishlatmayapman, lekin o'sha Malibu olgan strategiyamda buni Instagramga ham, YouTube'ga ham chiqarganman. O'shani strategiyam bo'yicha risk qilib ko'rishga qaror qildim. Malibuni sotdim. O'zbekistondan chiqib ketishga qaror qildim. Ya'ni chiqib ketishga deganda sayohatga, Dubayga ketishga qaror qildim. Birinchi Dubayim edi, chunki atmosfera menga xalaqit bermasin. To'shto aqllilar ko'p. Hisobingizga pul solsangiz, endi u payt yangi edim. Okamni olganman, Malibuni sotganman, ketganman Dubayga. O'sha Malibuni pulida VIP joylardan olganman, gastinisalar, yeb ichar hammasi zo'r. Savdo ochyapmiz. Okamni ham shu yonimga olganman, savdo ochyapmiz. Har kuni tek. Riskka lekin amal qilish kam bo'lgan. Где-то hisobimni 100% deb oladigan bo'lsak, $30,000 deydigan bo'lsak, hisobimni 50%ni risk qilardim har bitta bitimga. Yo, 50%ni emas, 30%ni. Bu shunaqa ediki, strategiyamda lot oshirib borilardi. Kazino sifatroq edi. Men shunaqa ishlardim. Dalivga qilib ketilaveradi. Misol, faqat bir kunda bir marta ishlanardi. Bir kunda bir marta strategiya kelib qolsa, misol 0.5 ochilinadi, ertasi kuni yana kelib qolsa 1. Chunki zararni qoplab kattaroq foydaga chiqish uchun men shunaqa ishlardim. Lekin uni stabil qilib ishlasa ham bo'ladi. Men xullas qanchadan 5 lotdan ochardim. Har bir punkti $500 dan. 40 punkt adashmasam 5 lot ochardim, 10, 15, 20 qilib borardim. 20 punkt stop loss edi. 40 punkt take profit edi. Punkt. Bu degani men bunaqa hisoblayman. Eskidan mana shunaqa o'rganganman. Tilla 4101 bo'lsa, 4102 ga chiqsa 10 punkt deyman men. Pipsda qanaqa bo'ladi u? Pipsda 1 punkt o'zi 10 pips bo'ladi. 10 punkt 100 pips bo'ladi o'zi. Bunda hozir boshqacha o'zgaradi. Endi siz shunaqa hisoblayotgansiz. Men o'rganganimdan shunaqa hisoblardim. 10 punkt bu o'sha bitta yurgani deb 4000 dan 4100 ga chiqsa 10 punkt deb. Xullas tushunib olishdi menimcha, tushunib oldingiz siz ham. 20 punkt stop loss, 40 punkt take profit. Misol bugun minus qilib qo'ysam, ertasi kuni daromadga chiqsam 20 punkt daromadda bo'laman. Xullas shunaqa qildim. Bir haftaga borganmiz Dubayga, bir hafta faqat take profit. Eng katta foydam o'sha bo'lgan. Qancha? Pashti 1 ga 1 edi. 30,000 bo'lsa, pashti yana 27-25 lar daromad edi. Bu eng katta bir daromadim bo'lgan. Bir hafta ichida faqat take profit urganmiz. Toshkentga kelganman, Malibu uji 2 taga ko'paygan. Malibu olmaganman, anaqa BYD so'ng pulis olganman, undan keyin Malibu XL olganman o'zimga. Ikkita mashina bo'lgan. Yana Malibu olganman. Premier emas, bu safar XL yangisidan masla olganman. So'ng pulisim ham edi.
Xullas shu, endi eng katta yo'qotishga kelsak. Xuddi o'sha Malibu olgan strategiyam yana oradan 1,5 yil o'tyapti, lekin meni u strategiyamda 6 yillik statistikasi mavjud edi. Men shu statistikaga asoslangan holatda yana bir katta risk qilishga qaror qildim. Challenge boshladim Instagramda. U paytda menda Li 9, Malibu XL va BYD ham mashinam bor edi. Uchta edi, hammasi bitta strategiya orqali. Men bitta strategiya topaman, o'sha oylik, yillik statistikalarni chiqaraman. Men o'zim sotib olaman strategiyani. Avtorskiy qilib sotib olaman. O'zim qanaqadir kashf qilmayman yo yaratmayman, sotib olaman tayyor statistikalar bilan. O'sha bo'yicha toki o'sha strategiya o'lgunga qadar, bozor o'sha narsaga chap bergunga yoki broker bilib qolgunga qadar yoki yechim topib qanaqadir o'xshamagunga qadar ishlataman o'sha strategiyani har doim. Xuddi hozir MKS ishlatayotganimdek. O'sha strategiyaga BYD xonimni o'zi o'sha strategiya bilan stabil ishlab xon oldim. Keyin challenge e'lon qildim. Mana shu xonni yana Li 9 qilaman deb. O'sha menda Li 9 yashilim bor edi, keyin xon oldim, keyin XL ham bor edi. Men XL ni ko'rsatmaganman. Tinchlik kerak edi. XL ham bor edi. Xo'p, o'sha XL ni sotib oldim, proyekt qilgani xon qoldi Li bilan. BYD xonni sotdim, challenge qilaman deb 100% risk bilan. 100% risk bilan challenge qilaman deb, lekin o'xshamadi. Strategiya o'xshab berdi strategiya, lekin men o'zim xato qildim. Minus $35,000. Xonni puli ketdi. 5 kundami, 4 kunda. Uydagilarga yetmaganman. Onam qayerdadir intervyuda ko'rgan ekan. Mo'sh balki shuni ham ko'rib qolar. Xonni puli qayerda deb so'raganda, keyin men aytganman. Mana proyekt ketib qolganman. Anaqa, uni ham anaqa qilganman-da, bo'lib yo'q qilganman-da, keyin misol 35,000 bo'ladigan bo'lsa, 10,000 ni kreditga investitsiya qilib qo'ydim. Men bitta pulim ham anaqa, qolganini investitsiya qildim deganman. To'shta bilgan indamagan. Bilsa ham kerak. Xonni pulini yo'q qilibsan, savdo degan. No, risk. Qanaqa bo'lgan o'zi emotsiyalar, reaksiyalar endi psixologiya buzilishi. Hech narsa o'ylamaganman. Hech narsani o'ylamaganman. O'zim ochlik qilganman, ta'ob etaman. Hamma ham xato qiladi. Siz ham stop loss olasiz. Yo, по-любому. Sizniki Da, siz ham stop loss olasiz, siz ham slif qilasiz. Bu ertakda prosta hech kim faqat foyda qiladi deb. Foydani qo'yib boramiz, to'g'ri, foydani qo'yib boramiz, minus qo'ymasligimiz mumkin, lekin hech kim kelib turib, men umuman minus qilmayman desa, men ishonmayman. Unda u как волшебник bo'ladi-da. Sehrga tayoqchasi bo'ladi. U narsani tradingda iloji yo'q. Balkim boshqa offlayn biznesda iloji bordir. Boshqa biznesda bor, lekin tradingda stop losssiz iloji yo'q. Slif qilmasligi haqiqatga to'g'ri, lekin stop loss olmasligi, bitimini minusda yopmasligi bu noto'g'ri. Ana bir xil faqat lag'monni iladi-yu, take profitlar faqat bizada foyda deb ana content bo'yicha ishlaganimizga foydani qo'ysak, o'zingiz ham tushunasiz, baribir anaqa e'tibor jalb qiladi, lekin minus qo'ysak faqat negativ, yo'q, lekin orada qo'yib turadiganlar ham bor. Xalq ham ko'radi Telegram kanallarda stop loss olsa stop loss, take profit olsa take profit. Xullas shu, eng kattasi shu 35,000, 30,000 shunaqa edi. Menimcha 35,000 edi yo'q. Hozir narxi qimmat. Men Pashti yangi oldim 10,000 yurgan BYD xan 2022-yil chiqqani bor. Limited edition mana yashil rangi. Yashil bor edi, o'shandasini olgandim. Shu eng katta minusim o'sha bo'lgan. Lekin hech qanaqa emotsiya bo'lmagan, chunki pulim ko'p bo'lgan o'sha payt. To'g'ri, achinmaganman. Lekin chiqarganman uni ham. Savdo qilib chiqarganman, stabilniy. Har safar men ko'p minus qilardim. Tayyor bo'lgansiz-da, xullas shu narsani. Da, tayyor bo'lganman, challenge'im o'xshamagan. Nima desa bo'ladi? Baribir chiqarganman, har safar men minus qilib xato qilganman, har safar bilardim to'shda ochlik qilishimni. Bu narsa ko'pchilikda bor, ochlik qilganman to'g'risi. Kutmaganman, strategiya bo'yicha kirmaganman, katta lot kirib qo'yganman. Misol uchun, strategiyam shunaqa edi, faqat o'sha strategiyaga kelganda o'sha lotlarni taqsimlab borish kerak edi. Men unaqa qilmaganman, katta ochib tashaverganman, xullas psixologiyam buzilgan. Psixologiyamni ham jilovlash shunaqa yaxshi bilmaganman. Xullas, tradingda misol qanaqadir darajaga yetib, o'sha professionallikka yetib,
Bo'ldi, chegaradan o'tish degan narsa yo'q. Misol, levelda bo'ladi-yu, 10-levelga kelsangiz, undan o'tmaysiz, o'sha qarolsiz. Tradingda unaqa narsa yo'q. Har yili nimadir yangilanaveradi, bilimingiz oshib boraveradi yildan yilga. Mana shaxsiy tushunchalarim, bu hamma gapirayotgan gaplarim shaxsiy gaplar. O'zim lishniy gapim. Misol, xato gapim bo'lishi mumkin, hali ham. Misol uchun kimdirlar bizdan professional aytishi ham mumkin yoki siz ham balki qaysidir gapimni noto'g'ri deb tushunayotgan bo'lishingiz mumkin. Bular hammasi shaxsiy fikrim. Hali yoshman, hali ham o'rganadigan narsalarim ko'p. Buni tan olib aytaman. Yo'q, bizda ham shunaqa, menda ham shunaqa. Men qo'shimcha qilib gapirib o'tib ketmoqchiman. Mana misol uchun MK Samandar u o'zini bor narsasini yo'qotishga tayyor bo'lganligi uchun shunaqa katta risk qilgan. Lekin menda pulam bor edi. Ko'pchilik qarz olyapti, kredit olyapti, misol uchun o'zi yo'q narsa ahmoqona risk qilyapti. Misol siz risk qilgansiz, to'g'ri. Lekin ahmoqona risk qilmaydi. Bir marta kredit ham olganman. U Malibulardan Spark yurardim o'sha payt. Olganman, qilganman. O'sha MKS'dan o'sha Malibu olgan strategiyamdan oldin qilganman o'sha narsani. Menga to'g'risini aytaman, men ana qilmayman. Bitta Reels ko'rib qoldim yaqinda, adashmasam, qaysidir kattaroq tadbirkor Reels'ini ko'rib qoldim. Siz kreditni noto'g'ri narsa uchun olasiz deydi. Siz kreditni deydi, ishlatishni bilmaysiz deydi. O'shaning uchun deydi, siz umringiz faqat shu kredit noto'g'ri to'lash. Misol, o'zingiz ham bilasiz, foyda keltirmaydigan narsaga, misol kredit olish nevigitni. Tadbirkorlar ham kredit oladi-ku, foyda qilish uchun oladi, lekin iPhone olish uchun olmaydi, birjaga pul tiqish uchun olmaydi, kriptoga investitsiya qilish uchun olmaydi. Uni risklarni hammasini hisob-kitob qilib chiqish kerak. To'g'ri, hozirgi paytda kerak bo'lsa, bu holatlarni ko'rib turibmiz. Odamlar kichkina balansda o'ylaydi-da, misol $100 hech kim kredit olmaydi, olsa $1000 oladi, bilasiz, yo $500 kredit oladi, Forexga tiqadi. $100 deydi, qachon ko'karaman deydi, $100 bilan. Prop temasiga ham hozir qaytamiz shu bo'yicha. Bundan keyin kichkina summa bilan katta balans olishga shu fikrim aytib o'tganimdek kredit olib ko'rib ishlaganman. Bir haftada sliv qilganman hammasini. Kredit pulini to'lashim kerak. Keyin menga yuqmagan kredit, to'g'risini aytaman, bir marta olib ko'rganman. Shu umrim davomida bir marta 50 million kredit olganman, $5000, 55 million, 57 million bir marta olganman, yuqmagan menga. Men shunaqa tushunganman. Olganman, prosta o'shani to'lash maqsadida hisob-kitob qilganman, mana bunchadan topsam, mana buncha bo'lar ekan. Misol, bir oyda yopib yuborishim kerak. Aka, men bunaqa lotni, men bunaqa qilib o'xshab turibdi-ku. Dalshi. Keyin to'laganman, yo'q, anaqa tez muddatda to'lab olganman, pulim bo'lgani uchun. Qiziqishga olganmisiz yo uni majburlikdan yo qanaqadir planingiz bo'lganmi? Ba'zilar bor, misol bitta qani kredit olib, движение qilib ko'ruvchi deb oladi. Menda ham shunaqa bo'lganda. Misol, men $2000-3000 balansda ishlardim. Kemash kapitalimni kattaroq qilib qo'ying, $8000, $5000 kapital, kattaroq kapitalda ishlaydi. Men hali ham kichkina kapitalda ishlayman, katta hisobda ishlamayman. Katta hisoblarda ham ishlab ko'rganman, men qo'limdan kelmagan. To'g'risini aytaman. Men yaxshi savdo qila olmayman, men yaxshi analiz qila olaman. Shunaqa bizda jamoada odamimiz bor, men analiz qilaman, u savdoga kiradi. U analiz qilishni bilmaydi. Shunaqa. Men o'zim ham savdoga kiraman, ko'pincha emotsiyamni yo'qotib qo'yaman. Balki yosh bo'lganimgadir shunaqa. O savdo qilish uslubim ham shunaqa. Katta shotda ishlamayman. Katta shotim bor 10 minglik. 10 ming, 8 ming, 5 ming shunaqa qilib. Analitik pro ekansiz-da, unda. Men analiz qilaman, faqat analiz qilaman. Borimni berib analiz qilaman. Agar savdo ochadigan bo'lsam, shu menda shunaqada, bu men o'zimni shaxsiy anaqam, balki bu talablarga to'g'ri kelmas tradingda, lekin borimni aytishdan hech qachon uyalmayman. Misol, men tark etadigan odam tark etadi, misol obunachi bo'ladimi, boshqami, to'g'risini aytaman. Analiz bo'yicha, misol maqtanmayman, o'zim savdoga kirsam, faqat e'tiborim o'shanda bo'ladi. Agar savdo ochsam, uni minusga ketishi yoki stop loss olsa, uje tipirchilab qolaman. Odam bilasizmi, stop loss olsa yoki savdosi minusga ketsa, yo faqat siz bayotsa selga qarab birinchi baribir yuradi, atkat yo'q qiladi-yu, psixologiyasi buzilishni boshlaydi. O'sha paytda men qo'rqaman. Katta shotda ishlaydigan bo'lsam, katta shotda savdo qilsam, kichkina shotlarda o'zim savdo qilaveraman, analiz qilib, katta shotda o'zim uchun savdo qiladigan bo'lsam, shunaqa alohida trader, men o'zim analitikada o'tiraman. Ko'rmayman, menga ko'rsatmalaring deyman. Men faqat analiz qilib beraman, kirish, chiqish, entry, stop loss hammasini beraman. Take profit kelganda o'yda borarsalar deb qo'yasiz-da. Endi qarab o'tirasiz-ku, grafikka baribir o'shani analiz qilib beraman. Shu, yana kredit temasi bo'yicha yana nima anaqani qila olaman? O'sha ko'pchilik haqiqatda olib ishlayman deydi, lekin katta xato qilgan bo'ladi kreditga. Xo'p, unda yana savol ustiga savol, yana ko'p gapiryapman-ku. Xo'p, nima qilaylik unda kredit olmasak? Misol,
oylikni yetkazib bo'lmayapti. Misol hamma ham misol zo'r pul topmaydi, lekin savdo qilgisi keladi. Bularni psixologiyasini aka o'sha razgonchilar buzadi. Hammasini bir-birini ildizi bor-da, baribir bir-biriga ularni narsasi bor. $100, $1000, $10,000 qiladi. Aytadi o'zimiz ham qilganmiz. Yashirish kerak emas, lekin hamma ham xatosini tushunadi. Kun kelib. Ular faqat 100 ming bo'lganini o'sha yaxshi protsessini ko'radi. Lekin undan oldin 10 ming ham yo'qotilgan bo'linadi. Shu 100 dan ichimdan ikki marta anaqa Kazino xuddi misol nima desa bo'ladi, bir marta o'xshamaydi, ikki marta o'xshamaydi, bir marta qo'yilgani har doim odamga emotsiya beradi, uni Instagramga joylanadi. Yoqimli bo'ladi. Da, yoqimli bo'ladi. Endi o'sha narsaga qiziqishadi. Xo'p, mayli, stabilga sizlar da'vat qilyapsizlar, stabil ishlashga, lekin bizda sharoit yo'q deb aytadiganlar ham bor. Bunaqa xo'dan bor. Endi bu anaqa bo'yicha, o'sha prop shot bo'yicha ishlashlarini 50-50 tavsiya qilaman. To'g'risini aytganda 50-50 tavsiya qilaman, chunki misol razgon qilib yurgan odam prop ishlata olmaydi aka. Ishlamasa? Da, ishlamasa. Masalan aytaman. Razgon, scalping qilayotgan bo'lsangiz, to'g'ri kelmaydi. Prop hisob olib ishlamanglar. O'zingizlar rashodida ishlayveringlar. Prop hisob agar sizlar tarbiyalanmoqchi bo'lsanglar, bitta yo'nalishga tushib stabil daromad qilmoqchi bo'lsanglar, marhamat olinglar, ishlanglar. Haqiqatan yordam beradi. Da, men ham shuni aytmoqchi bo'lyapman. O'sha psixologiyani to'g'irlash uchun o'zimga odam ham o'zgaradi-yu, bilasizmi? Men bo'l sportga chiqaman, ximikatlar yemayman, ichak tashiyman. Bunda ham xuddi shunaqa. Misol, psixologiyamni to'g'irlamoqchiman, to'g'ri qadam qo'ymoqchiman, haqiqiy riskni bilmoqchiman, ishlab o'zimni sinab ko'rmoqchiman deydi. Kichkina balansda ishlaydiganligi. Misol, propda eng arzoni qancha edi? $50-midi, $40-midi? Necha pulga o'tiydi? $5,000 hisob $39 turadi. Da, $5,000. Bir ikki bosqich. $5,000. Atak bundoq hisoblaganda ham bo'lmadim deganda sharoiti o'rtacharoq yoki sal pastroq odam ham o'ylaganda bir oyda $200-300 sliv qiladi. Kamida. Bilganimiz. Da, bilganimiz mana shunaqa endi eng minimalnisini olib aytganda $200-300 sliv qilishi mumkin bir oyda. O'shani puliga ham prop beradi. 10 milli olinglar, bu yog'i 10 milli. O'sha bilan menimcha stabil 500 li daromad qila olsa kerak deb o'ylayman. Endi men to'g'risini aytaman, past shot olib ko'rmaganman. Eng anaqa kam shot olganim $50,000 bo'lgan. $4,000 pul yechganman. Oxirgi marta o'sha o'zingizlarda olganimiz bo'ldi. 3700 mi adashmasam shunaqa edi-ku. 3700 mi, 3,5 xullas o'sha yechganimiz bo'ldi, lekin uni ham men anaqa qilib qo'ydim. Prasatga edi. Uxladi shu. O'zi ketdi, o'sha ketdi. Anaqa sovg'a qildim ukamga. Sovg'a qildim, aka bering dedi. Endi o'sha pul yechganimdan keyin anaqa bo'lmadi-da, shot. Berib yubordim. Ja qiziqib qolmadimi? Yo. O'zi ishim partiyashga qildingizmi? O'zi ishim ham ko'payib ketdi. Keyin anaqa aka men ham ishlab ko'ray dedi. O'zi hech kim yomon maqsadda bermaydi. Da, endi yaqin ukam edi, men berdim, sovg'a qildim unga, mayli ishla deb berdim. O'zimning telefonimda o'sha ishlab yur, daromad qil, chiqarib berarsan, to'g'risini degandek qilib berdim. O'shanaqa qilib qo'ydi. Prasatkiga kirgizib minus qilib shot yo'q fordi, lekin yechib oldim, g'alamingiz. O'sha maqsadim anaqa edi. Ko'p treyderlarda shu reklamada ko'rdim. O'zbekistonda filiali borligini qisman qulog'imga chalindi. Keyin uni o'sha ishlashni boshladim. Maqsadi pul yechib ko'rsatib berish edi. To'g'risini aytaman, o'zi ko'p prop bilan ishlamayman. Menga eng muhim narsa o'sha pul yechib berishi. O'zi umuman propda eng katta maqsad pul yechib berish. Broker tanlayotganimda ham men shu maqsadi anaqasi spreydi. Pul yechib berish muammo bo'lmasligi. Auditoriyamga javob beradigan narsam, zashitat qiladigan narsam bu pul yechishda muammo bo'lmasligi. Prop hisobda ishlayotgan jarayoningizda qanaqa xato kamchiliklar bo'ldi, yo nimadadir qiynaldingizmi, yo qanaqadir qonun qoidasi borki, sizni o'ylantirib qo'yib narsa qildi. Shu narsani boricha aytishga. Chesni aytavering. To'g'risini. Shundan ham bekitmayman. Borni aytaveraman. Baribir intervyuga pul olmayman, desam. To'g'risini aytaman, yo'qotadigan narsam yo'q. Bular kamera ortida ham bular bilan gaplashib oldik, to'g'risini aytamiz. O'zingiz ham aytdingiz, xalqqa manfaatli bo'lsin. Borini boricha. Da, borini. Baribir bizni bekitganimiz bilan ham baribir qachondir oshkor bo'ladi. Verguli chiqib qolishi mumkin, nimadir bo'lib qolishi mumkin, qachondir nimadir bo'lishi mumkin. Endi men aytmoqchi bo'lganim, to'g'risini aytaman, imtihonsiz ham shot oldim-ku, imtihonsizda qiynaldim-da, juda qiynaldim. Imtihonsizda faqat take profit qo'yib, chunki katta
shotimda ham, anaqa qilishda ham, hatto bir stop loss qo'yganim bilan take profitini misol 200-300 punktda qo'yardim misol. Yokida vaqt ketib qolardi. Buni qonun qoidasida stop loss take profitni vaqtida qo'yish kerak. Vaqtida qo'yish emas, обязательно qo'yish shart. Qolgan qonun qoidalar bir xil. O'sha eski prop shotlar bilan oldin ishlagan bo'lsam, deyarli o'xshaysiz boshqalar. Da. Lekin o'sha chunki menga yangilik bo'ldi-da, misol o'zingizdan ham so'radimi? Imtihon sizda shartlari boshqacharoq bo'lsa kerak desam, aytdingiz, da farqli ravishda deb. Yaqinda chiqdi. Buni ko'pchilik bilmaydi hozirgacha. Misol, buni kontent qilib chiqsak ham, bunaqasi bormi deb so'raydiganlar bor. Chunki oxir 1 yil bo'lib qoldi, adashmasam, instant trend boshlagan 1 yil bo'ldi, 2 yil oldin chiqqan o'zi. Lekin men chista tavsiya qilardim. Bu chista tavsiya o'zim tomonimdan. Imtihon sizni olgandan ko'ra bir bosqichli yokida 2 bosqichli imtihon prop shot olgan yaxshi. Pluslari shart kamroq. Majburiyat kamroq. Menimcha eng katta narsasi o'sha prop shotda shu sharti, majburiyati. Qonun qoidalari. Prosatkasi ham sal kattaroq, bemalolroq. Instant ham ishlasa bo'ladi. Qonun qoidasi sal jo'skoroq. Hatto 1-2 bosqichlikning qonun qoidasi yumshoqroq. 1-2 bosqichlikdan ko'ra 2 bosqichlik men addushi tavsiya qilasiz. Agar normal stabilni ishlaydigan bo'lsa, haqiqatan razgon scalping qilmaydigan bo'lsa, instant ham ishlasa bo'ladi. Instantda prosto nima qilish kerak? Haqiqatan tajriba yuqoriroq bo'lishi kerak. Nafsi jilovlash kerak-da. Plankani bor-ku, mamnun qilmaslik kerak-da. Plankani bundoq kichkina qilsa, 1% dan 5% gacha ishlasa, 10%, 20% qilib o'rgangandan keyin bitta MTF emas, boshqa любой prop kompaniya 10% dan siz oshiring daromadingizni, sразу sizni suhbatga taklif qiladi. Nimaga? Chunki siz har bitta ochgan bitimlaringizni hamma narsani isbotlab berishingiz kerak. Chunki prop kompaniya tasavvur qiling, misol $100,000 10% $10,000 bo'ladi, $200,000 $20,000 bo'ladi. $20,000 misol prop kompaniya просто tak berib yormaydi, tushunasiz? U по-любому suhbat qilib isbotlasangiz gap bo'lishi mumkin emas. 80% chiqarib beradi. Bizda ham shunaqa protsesslar bo'ldi. Muhammad Ali degan misol trader, boshqa traderlar misol uchun intervyu qilish, suhbatga taklif qilishdi. Suhbatda har bitta bitimlarni keltirib, qaysi payt boshqa narsa men hozir aytib o'tib ketdim. Misol uchun hozir boshlang'ich traderlar bizdan prop sotib o'tganlar yoki undan sotib olganlar Muhammad Ali buncha yechib beribdi-ku deb narsa qilishmoqda. Lekin uni jarayoni u 7 yillik opiti bor-da. U prop sotdi 2021-yildan beri ishlab keladi. Ma'lumot bor-da, misol uchun. Endi o'sha aytib o'tganingizdek, qisqa qilib, soddalashtirib yana aytmoqchiman. O'sha gapingizni, o'sha aytganingizdek, tajribasi bor odam har bitta ochgan savdosini nima sababdan ochganini keltirib bera oladi. Lekin shu instantda bilasiz, take profit o'zi planingiz bo'lsa, ko'p odam savdo qilganda qanaqa signal kanallariga qaraydi. Lekin u narsani ertaga o'sha savol javob qilganda katta pul ishlab olganda yechib berish uchun savol javob qiladi. Siz o'sha katta pul ishlab olganda ertaga so'raydi, nima deydi? Men kanaldan oldim deydimi? Unda haqiqatda yechib bermaydi-da. Shunaqa. U instantda bo'ladigan narsa, to'g'rimi? Instant hisobda. Instantda ba'zida shunaqa muammolar bo'lib turadi. Misol uchun 1-2 bosqichli imtihondan o'tib pul yetsa, unaqa muammolar deyarli bo'lmaydi. Menda lekin muammo bo'lgani yo'q. Menda muammo bo'lgani yo'q. Shuni yetishga berildi, ishlandi. Aytmoqchi edim, odamlar so'raydi, bu juda ham anaqa savol. Endi sizga savol bermoqchiman shu prop shot bo'yicha. Aka, savolimizga o'xshab ketadi. Faqat bu soddalashtirilgan. Katta pul ishlab olsam, aniq yechib beradimi deydi-yu. Aniq yechib beradimi? Misol, men ishlasam, o'zim propda sinab ko'rmoqchiman. Ishlasam yechib beradimi degan maqsadda. O'zi haqiqatda misol siz bilasiz, endi siz ochmagansiz, to'g'ri, lekin kompaniyani puli bor-ku, to'g'rimi? To'lab berishga. Bu narsani ishonasizmi? Miya bor, robot bo'lib qoldi-da o'sha. Sizga ko'p keladigan savol. Ko'p savol bo'ladi-da. Baribir so'rashadi-yu, yana aytmoqchi bo'lganim bitta konkret gapirib qo'y demoqchiman shuni. Xo'p, qarang. Katta pul ishlasa, yetsa bo'ladi. Faqat misol mana payout masalasini bor. Katta pul deganda qancha mana? Buni ham 10 mingdan baland. Hop, misol mana 100 mingni 20 ishlab qo'ydi misol uchun. 100 ming dollar 20 ishlab qo'ydi. O'zi statistika bo'yicha po fakto qaraydigan bo'lsa, 20% bu milliardli summa-da o'zi. Bir yil uchun normal, bir oy uchun
oy uchun 21 kun 14 kun uchun nerealniy katta summa hisoblanadi. Любой odam подозрение qiladi. Любой prop kompaniya, brokerskiy investitsion kompaniya по-любому buni tagiga yetishga qiziqadi, harakat qiladi. Payout masalasini, pul chiqarish masalasini biz hozir misol uchun O'zbekistondagi filiali bo'lsa, bu MTFN Trade prop kompaniyasini asosiy ofisi Dubayda joylashgan. Qarorni ular qabul qiladi. Endi bizni nima yordam bera olishimiz mumkin agar trader norozi bo'lsa, misol uchun katta summa ishlab qo'yganini, lekin u ishonch bilan har bitta savdo bitimini suhbatga taklif qilgan paytimiz, u yoqdagi sex pozerishka bilan bizdagi sex pozerishkani keltirib bera olsa, pajalosta 80% pulini yechib beramiz deb aytganmiz. Hozir mana aytyapman. Faqat u suhbatdan o'ta olish kerak. Endi suhbat qanaqa bo'ladi bilmayman, lekin har bitta bitimlarni keltirib bersa, yechadi pulini. Aniq yechadi. Misol katta pul ishlab qo'yib, o'ziga uyering kelyapti. Misol sizlar yoki yordam bering, misol anaqa mana shu har bitta savdoyimga uverimman, nima sababdan ochdim, qanaqa bitim, har birining teki bor, stopi bor, anaqasi bor. Men keltirib bera olmayman deb o'ziga dastoyniy kelsa, sizlar yordam berasiz. Zo'r. Naborot biz xursand bo'lamiz. Bizga rezultat natija-yu biz ijtimoiy tarmoqqa olib chiqamiz. Birinchidan biz uchun plus. Ikkinchidan keyin haqiqatan ko'radi. Misol uchun olib chiqayotganlarimiz birontasi aytib o'tib ketdi, kimdirlar tanishi yo pul berib boshqa narsa emas. Любой bittasini shundoq kelsin ofisga, ofis bor bilasiz. Ofis kelsa shunda mana shuni chaqirtib bering yoki boshqa narsa qiling. Endi bu chuqurlashib ketib qoldi-ku, hammasi begona, rostlagasini aytaman. Endi ana shubha gumon bo'lmasa, ochiqchasiga bor narsani откровенно gaplashyapmiz siz bilan. Bu yerda hech qanaqa sir sanoatami yo'q. Lekin o'sha men to'g'risini ochiqchasini aytaman. Bu degani endi prop shot sotib olish bo'yicha ham ofisga kelish kerak degani emas. Yo'q, keladi, bitirib beramiz ishini. Endi biz o'zbekmizga bari misol uchun. O'zbeklar bo'lganimizdan keyin mentalitet degan narsa bor. Bab ko'rib ishonadi, suhbatlashib ishonadi. Misol uchun, pajalosta, har kuni Xudoga shukr, odam ko'p keladi ofisga. Tushunganim bo'yicha ofis asosan yordam berish maqsadida. Shunaqa nimadir muammo bo'lsa, nimadir bo'lsa kim kelsa-da, ana muammosini nima desa bo'ladi, o'zi yecha olmayotgan kattaroq muammosini hal qilish. Lekin supportinglar ham ishlab turadi. Постоянно Instagraminglar bor, telefon raqaminglar ochiqcha anaqa qo'yib qo'yilgan. Telefonsa bo'ladi, Telegramda 2-3 ta admin o'tiradi. O'zimizning u yoqdagi главный ofisdagi support bor-ku, inglizcha javob beradigan. Undan tashqari o'zimizda ham tex pozerishga support bor. Bir komandada bir 10 tadan oshib olishlaydi. Endi prosta navbat ko'p bo'lganiga, ish ko'p bo'lgani hisobiga ba'zida sraz javob berishga uspet qilish olmaydi, faqat to'g'ri tushunib qolish lozim. Sizga yana bitta savol hozir miyamga kelib qoldi. Premyerda kirib kelganinglardan boshlab, faqat o'zbekistonliklar bilganinglar, sizlarda baribir ko'rganimi yo bilmadimi, necha pul yetishdi? Jami summa. Aytdim-mi masalan? O'tgan yili 200 mingdan oshib yetishdi. Общий summasi. O'zbekiston o'zi biz O'zbekiston o'zini statistikani so'raganmiz, lekin biz bilmaymiz-ku o'zi. Bergin deganmiz. Shu dekabr oyida, yanvar oyidami video chiqardik. Statistika bo'yicha 200 ming dollardan oshib pul yechibdi. Общий. Sizlarning prop kompaniyalar bilan. O'sha o'sha biz ishlayotgan hamkorlikda prop kompaniyamiz bilan. Zo'r. 200 mingdan oshib, ha? Yo 200 mingga yaqinmi? 200 mingdan oshiq. 200 mingdan. 200 ming plus minus endi. Hozir точный sifrasini bilmayman-ku. Hozir unga yana bir bu yil katta niyatlar bor. Millionlardan oshirish niyatlar bor. Xudo xolasa endi. O'zimiz kerak bo'lsin deydi. Milliondan oshib ketsanglar. Yana bir biz ham chiqib yana gapirish boshlarmiz. Xudo xolasa. Xo'p. Yana qiziqtirgan mana shu prop bo'yicha, endi ishlaganingiz uchun aytolmanda, o'z mavzuyimiz ham shu bo'lganiga, men o'zimni qiziqtirgan savollarim, endi xalqona tilda gapiraman-da, nimadir yoqib olish yoki nimadir emas, shu xalqona tilda baribir kommentariyalarda kelishi mumkin nima savol, mana shu yechib beradimi, keyin qaysi bir shot olganim yaxshi, siz tavsiya qildingiz, men ham tavsiya qildim, instantdan ko'ra bir bosqichli, ikki bosqichli. Shunda boshlang'ich bo'lsa, ha. Uverенный bo'lsa, professional bo'lsa, instant lekin nima desa bo'ladi? O'ziga uverен trader bo'lsa, strategiyasi o'sha dastoyniy keltirib beradigan odam bo'lsa, birinchidan ofisga kelmaydi. Ikkinchidan biz intervyuni bu jarayonlari unga qiziq emas. O'zi sotib olib, stabilniy ishlab, qaysi shot sotib olishi ham o'zi juda yaxshi biladi. Tajribasi yuqori odam o'zi savdo qilib ishlab yuraveradi.
Aytmoqchi bo'lganim yana bitta qiziq narsa, ya'ni qiziqroq bo'lsin. Baribir savol bermayapsiz-ku, faqat men savol beraman. Oxiri savol berasiz-ku. Ya, hasil bormi? Mana ismini aytmaymiz. Prosta bormi yo'qmi bilmoqchiman. Sizlarda eng katta shot qancha? Bir bosqichlimi, ikki bosqichlimi instantli farqi yo'q. 200 ga. 200 ming dollarlik hisob. Birda ham bor, ikkida ham bor. Hammasida bor. O'sha 200 minglikda filialinglar ochilgandan beri, ili ochilmasdan oldin ham ishlab yurgan, hozir ham ishlab kelayotgan, stabil ishlayotgan treyderlar bormi? Qo'l bilan sanasa, например, nechta chiqadi? Stabilni ishlab kelayotganmi? Stabilni shotini, misol menga o'xshab yechib olgandan keyin yo nimadir qilmas, faqat o'sha muammo kamchiliksiz yoki ishlab kelgan, misol 5 oy ishladi, undan keyin o'sha anaqa nimadir qilib qo'ydi yokida. Xo'sh. Nechta chiqadi? Soni, ismi yo kimligi kerak emas. O'zbekistonda hech bir gaplashib qoldingizmi demoqchiman-da. Uni odamni 10 bilan 20 ni o'rtasi. Stabilni ochilganiga misol uchun taxminan 1 yil bo'lgan bo'lsa, 1 yildan beri bitta shotda ishlab kelish. 10 bilan 20 ni o'rtasida. Endi orasida misol uchun 5-6 marta, 7-8 marta payout qilib, misol uchun ozgina pauza qilib davom ettirayotganlar bor. Yoki yaqinda 3-4 oy oldin qo'shilganlar bor. Plus minus 10-20 ta. Zo'r. Keyin yana men eshitganman, prop shot temasida 90% odam imtihondan o'ta olmaydi, to'g'rimi? Foizni hisoblaganda. O'zbekistonda necha foizi to'g'ri kelyapti hozir? Imtihondan o'ta olmasligimi? Chunki bilasiz, imtihondan o'tish uchun aytib o'tganlar risk. Siz ataylabdan uni slip qildirmaysiz. Yoki ataylabdan qanaqadir nimadir o'yin bo'lmaydi. O'yin bo'lsa, keltirib bera olsangiz, yani nima desa bo'ladi. Menda shunaqa bo'lgan, bu bitta prop shot bilan короче, real shotga o'tganman. Yechib olishimga bir hafta qolganda o'sha atakani boshlaganman-da, ishlashni boshlaganman. Hammasi daskanalniy chotki. Bitta savdo ochganman, tekimni qo'yganman. Bitta qarasam, shotim minus yopilib ketgan-da. Yopilib ketgan. O'z bitim ochmagansiz? Ha? Bitim ochganman. Yo'q, bitim ochmagandim, to'g'ri. Foyda qilib qo'ygandim. 5 mingmidi, 10 mingmidi, aniq eslolmayman. Bundan 1 yil oldin hamkorlik qilaylik deb yozuvdi. Ular ham menga. Boshliqlari ham bor edi, gruppamiz bor edi, hamkorlik qilaylik deb aytgandi. O'sha savdo ochishga anaqa qilib qo'yganman, foyda qilganman, bittada yo'q bo'lib ketganda. Shot. Lekin keltirib berganman, yana joyiga qaytarib qo'yishgan. Endi men aytmoqchi bo'lganim, O'zbekistonda necha foiz odam hozir o'tayapti degan. Imtihondanmi? Endi har oyda 40% bormi? Har oyda oylik statistikasi har xil bo'ladi. Qaysi oyda foiz balandroq, qaysi oyda foiz kamroq, ya'ni o'tadiganlar soni ko'proq. 90% ham chiqib ketishi mumkin. Ha, ba'zi payt o'tadiganlar soni kamroq bo'ladi. Qanaqa umumiy hisobda, lekin o'tgan yilga qaraganda hozir ancha yaxshi bo'lib qolgan, lekin ancha tushunib qolishgan, o'sha proplarda ishlash tushunib qolishgan. Men video qildim-da, yaqinda o'shanga stabil ishlash. Yana bitta narsani aytaymi? Bundan hozir biz endi bu yerdagi mana shu MTFan Trade Pro kompaniyasi filialimizda-yu ko'proq endi mening Telegram kanalimda unaqa auditoriyam katta emas, Instagramda ham unaqa katta emas, lekin ko'pchilik mana shu Telegram kanalimda misol uchun anchadan beri misol stop olmayapman. Telegram kanalimga ulanib olib ham o'tayotganlar ham bor. Uni o'zligingiz bilsa biladi, bilmasa yo'q. Qo'yib qo'yamiz. Demoqchi bo'lganim, keyin Muhammad Ali Trader'i ham o'sha Telegram kanaliga ulanganlar ko'p ekanda, o'zi kelib o'zingizlar ham ishlaysizlar, ham o'tishiga yordam berasizlar, qisqa qilib aytgan. Ha, u o'zi qo'shilib oladi, bilmaysiz. Misol uchun sizga o'xshagan dusheniy, откровение bola keladi. Misol uchun, "Aka, rahmat" deb ketadi-yu, Telegramdan misol uchun yozadi yo boshqa narsa deb minnatdorchilik bildiradi-da, lekin kam unaqalar. Ba'zilar bor, minnatdorchilik degani pul ham berib ketadi. Yo'q, pul bermaydi, просто rahmat deb ketadi. Endi xursand bo'lgan odam misol propdan o'tsa, pul yetsa, payout. Okay, mana deb. Unaqasi kam, lekin bo'ladi, ham obunachilar. Yo'q, bo'lmadimi? Lekin kutaman. Kuting bo'lib qoladi, lekin obunachilar qanaqadir bizga ham kelib qoladi. Zek bo'lsa, mevalar, savatlar yoki kartez tashlayin deb. Menejerlarimga bitta o'qigan o'quvchim xullas razgon ochgan-u, $50 ming ishlaganda, kursimda haqiqatda o'qigan, bu marketing yo reklama qilish emas, haqiqatda unaqasi bir marta bo'ldi. $50 ming ishlab qo'ygan, bir kunning o'zida faqat full kirgan. Endi trend faqat bitta tomonga yurganda, tiqavergan, menejerlarimga va 5 ta menejerim bo'ladigan bo'lsa, har biriga $1000 dan berdi, menga $2000 o'tkazib yubordi-da. Gapi krasavchik. Da zo'r. Mujik gapi. Shunaqalar bor, lekin
yana ko'p anaqalar bo'lgan, faqat musofirdagilar. Chunki pul qadrini ko'p biladi, anaqa qiladi. Boshqalar yomon degan emas. Ani qo'rqib qolganman-da. Nimanidir gapirsam bor, odamlar teskarisini tushunadi-da. O'shaning uchun o'zimni fikrim, o'zimni xulosam deb har doim gapiraman. Bu o'zimni lishni anaqa, balki xato gapirayotgan bo'lishi mumkin. Lekin o'sha xullas mavzudan chetlashib ketdi. Aytmoqchi bo'lganim o'sha ko'rsa ham, tanisa ham, o'sha hissangiz qo'shimcha bo'lsa ham bor. Bu kimga foyda istayotganingizni hissangiz ozgina xursand bo'lasiz. O'zi maza qiladigan joyi ham shu. Pul o'zi kelaveradi, o'zi keladigan joyini ana qilib qo'yganmiz, niholchalarni ekib narsa qilib qo'yganmiz, o'zi alhamdulillah kelib turibdi, yomon emas. Zo'r bo'ldi, lekin zo'r bo'ldi, bizneslarim bor. O'zi burasida zerikanda, o'zi xalq uchun bu. Zo'r bo'ldi, lekin voy, qaniydi matematikani ham shunaqa tushunsam deydi-ku ana videoda. O'zi millioner bo'lasizmi? Vaqtingiz pul. Lekin hozir nima ujin qilganimizni ham aytishimiz mumkin. Lekin 140 ming so'mga emas talamash edi. Da, chunki eng tez tayyor bo'ladigan odam anaqa zo'r gap yo mazza qilyapman. Zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Hozir Instagramda ikkita akkauntingiz bor, a? Da, ikkita. Bittasi anaqaga, Miravoyga, chet elliklar ham kuzatishadi. Ikkinchisi O'zbekiston uchun. O'zbekiston, Qozog'iston. Umumiy hisobda 2 milliondan oshiq. 2 milliondan oshiq. Telegram, YouTube'larni qo'shganda 2 million. Auditoriyasi katta ekan. Misol auditoriyaz orasida puli borlar ham bor, o'rta holatda puli yo'qlar ham bor. O'shalarga o'zingizni shaxsiy fikringiz va samimiy maslahatingiz. Real hisobda ishlagani yaxshiroqmi yo prop hisobdami? Misol oldingiz kelib so'rasa. Bu anaqa keling ikkita etapga anaqa qilamiz. Sharoiti o'rtalar va sharoiti yuqorilar etapga bo'lamiz. Sharoiti o'rtalar uchun men o'zimga yana tavsiyam etadigan bo'lsam, menda qanaqa bilmadim. Ham prop olib qo'yaman. Misol 200 minglik imtihondan o'tamanda, uni kimgadir berib qo'yaman yokida stabilga qilib qo'yish uchun yaxshi. Misol imtihondan o'tilindi, bo'ldi. Qayerga shoshasan? Hech qayerga shoshmaysan. Shu paytgacha daromad topib kelyaptimidim, yana dalshi topaman. Bu mana qilib qo'ysam ham bo'ladi-da. Misol shogirdim oladi 200 minglik yo 100 minglik, men olaman 200 minglik, 100 minglik imtihondan o'tib olamiz. Mayli, shu другой tem imtihondan o'tdi, realga o'tdimi? Bu shogird o'zi har oy 200 mingdan 1000 dollar qilsin. Bu akkaunt meniki 200 mingdan 1000 dollar qilsin. Uniki bundan qilsin. Stabil kelib turaveradi. Bu yoqda katta shotim, kichkina shotim, razgon shotim, kazino shotim yo nimadir shotim o'zimning hisoblarimda yana savdo qilib boraveraman. Pulim bor chunki. Yana aytmoqchiman, ikkalasini ham qilib qo'yish kerak. Sharoitingiz bormi? Qilib qo'ying imtihondan o'tib. Hozir imtihondan o'tib beradiganlar ham bor, bilasizmi? Eshitdingizmi? Lekin qonun qoidada adashmasam boshqa ustroystoga o'tkazish mumkin emas. Lekin imtihondan o'tib berish endi, ya'ni aytmoqchi bo'lganim, IP bitta bo'lishi kerak degan narsa eshitganman, to'g'rimi? IP qoidasi ba'zi prop kompaniyalarda bor, lekin men bitta narsaga qo'yib qoldim, hozir biz ishlayotgan prop kompaniyada IP anaqasi qoidasi yo'q. Ya'ni telefon o'zgarsa muammo yo'q, telefon, kompyuter o'zgarsa muammo yo'q, chunki bizda hozir faqat O'zbekiston emas-da, misol uchun qancha yurtdoshlarimiz musofirda, misol uchun Rossiyada, Koreyada hisobiga IP qilib qo'ymagan. IP bizni o'tgan yil bor edi. Iltimos bilan chiqdik. Iminni o'zbek ism familiya bo'lsa, bu qanaqa davlatda bo'lishidan qat'iy nazar ularga adresiga muammo qilmanglar deb iltimos bilan chiqdik, lekin yaxshi qabul qilishdi. Imtihondan adashmasam o'tib beradiganlar ham bor bo'lishi kerak. Bez robot, hech qanaqa bez nechivosi savdo qilib o'tadiganlar ham. Men bir eshitgandim-da, yana bilmayman. Bor, misol imtihondan qanaqa o'tkazasiz, xullas o'zingiz eshingiz, puli bor auditoriyaga aytayapman. Endi biz ham paytida o'tkazganmiz, kimdanligini aytmayman. Ancha oldin. Xullas o'sha qilib qo'ying, stabil daromadingizni qilib yuravering. Kimgadir o'zingiz ishlang, stabil, misol kuniga 500 dollar take profit yoki 400 dollar qo'shilinadi, hech nima yo'qotmaysiz. Imtihondan glavnisi o'tib olsangiz bo'ldi yoki imtihondan o'tishda ham shoshmaysiz. Yana bitta savdo haqiqiy real shot qilib qo'yasiz. Baribir siz ham real shotda savdo qilasiz, to'g'rimi? Siz necha kilo? O'shada propiz ham bor, prop ham ishlab turasiz. Propda misol bir oyda bir marta, endi umuman olib aytganda bir oyda bir marta yetsangiz,
ana undan xohlagan paytingizda yechib yuraverasiz. Bu minusi yo'q, xullas pulingiz bo'lsa minusi yo'q. Agar qo'lingizdan kelsa u narsa, mana bunaqa razgonchik bo'lsangiz, misol $1000 dan 10,000 qilaman deydigan bo'lsangiz, men tavsiya qilmayman. O'zi umuman real shotda ham tavsiya qilmayman, propda ham. Faqat pul havoga ketadi. Faqat havoga. Kirmasligi ham kerak. Boshqa ish qilish kerak. Yaxshilab o'rganadi. Misol tark etadi. Hech kim ushlab qola olmaydi. Shu hamma baribir o'zini har xil sohada sinab ko'radi. Bir xil haqiqatda bir xil motivatsiya beradi-yu, endi tark etdim deganingda anaqa endi misol men tark eta olmasam kerakligini bilmadim. Chunki men qo'limdan boshqa ish kelmaydi. Misol boshqa kasbi bor, biznesmen akalarim ham borda, misol soqqasi ko'p, просто ermaga kiradi. Bosib anaqa o'tirgan. Endi ular boylarga yarashaveradi deydi, bilinmaydi. Endi aytmoqchi bo'lganim shunaqa, puli pastroq auditoriyasi anaqaroq uchun yana обязательно aytaman, puli kamroqlar uchun pulingiz misol kam bo'lsa ham siz mana qarang, $1000 pulingiz bo'lsa oy oxirigacha yetib olishingiz kerak, rasxodlaringizni hisoblaysiz. Cho'ntagingizga qarab oyoq uzatasiz. Misol bu kamsitish emas, hisob kitobingizni qiling demoqchiman, puli kamroqlar sharoiti yo'qlar uchun. Ya'ni o'ylasin, bu menga to'g'ri keladimi? Men bu propshotni olganimdan keyin ana qo'pol qilib aytganda nima desa bo'ladi? Qo'pol qilib aytganda riskka amal qilib savdo qo'pol qilib aytmasdan demoqchiman. Yaxshiroq qilib aytganda. Qo'pol qilib aytgani qisib ishlay olaymanmi? Shunaqa. O'sha riskka haqiqatdan amal qila olaymanmi? Chunki men misol sharoitim mana shu $100 orttira oldim, bo'lmasa endi yana 2 oy kutishim kerak yo 1 oy kutishim kerak. Chunki o'zimni boshimdan bo'lganda bu narsa o'zimdan o'tgan. O'shaning uchun aytayapman-da. Anaqa intervyuga men chaqirilganman, o'shaning uchun men o'zimni ko'p misol anaqa hazil o'sha o'zim ham boshimdan o'tgan, o'shaning uchun nimaga san birovlarga javob berishing mumkin degan narsa bo'lmasligi uchun aytayapman. Cho'ntakka qarab har doim men oyoq uzataman-da, qayergadir bormoqchi bo'lsam ham. Tavsiyam qisqa qilib aytganda shu. Qo'lidan kelsa, ishonchi hosil bo'lsa, o'zini intizomli qila olsa, haqiqatda qilsin. Yokida misol $1000 puli bor, puli kamroq odamlar ham bor. Misol yig'adi, orttirib zo'rg'a $1000, $500 ga sotib olsin, $500 ga savdo qilsin. Xohlagan paytida mana $500 nechib oladi, ana uni imtihondan o'tib, anaqa qilib harakat qiladi. O'zi meni plankam bo'yicha ishlasa ham bo'ladi o'zi. Balki planingizga ham o'tib olsa bo'ladi. Yo'q, sizni planingiz qanaqa? Yo'q, planim prosta endi nisi bo'ladi. O'zimni bu narsani sir sinovat boshqa narsa emas. Men rejam qanaqa? Real shotim kulli rasxodlarim uchun yoki qanaqadir pakkalarım uchun, boshqa narsa uchun ajratib qo'yganmi? Yo'q, nimada srochlarni force majeure holatlarda kerak bo'lib qoladi, tushunmi? Tezgacha muammoim shuni hal qilib olaman bo'ldi. Prop hisob nima uchun kerak? Shu kattaroq summa yechish maqsadida yoki bo'lmasa kapital sifatida olib qo'yish yoki nimadir kichkinaroq investitsiya qilish, hali unga bor, hali mana bizda summa anaqa yo'q. Kapital qilib qo'yish. Nimadir endi uy, mashina, nimadir bitovoy texnika, shu kattaroq narsa pakka qilish uchun deb o'zimcha plan qilganman. Endi balkim to'g'rimi bilmayman lekin. Menda misol xuddi shunaqa aytganimdek 3 xil shot, misol prop hisob, endi men постоянно prop hisob ushlab yurmayman, lekin olsam mashina maqsadida qilaman, lekin hali amalga oshirmadim. Qilmagan ishimni tavsiya qilish to'g'rimi, noto'g'rimi bilmadim, lekin planimda bor. Misol 200 minglik shot olib qo'yaman, lekin men o'zim savdo qilmayman aytganimdek, savdo qilishni biladigan odamni tayyorlayapmiz hozir. O'quvchi, shogird tayyorlayapmiz. O'shalar tayyor bo'lsa, shotlarimni berib qo'yaman. Katta shotim unda haqiqiy shoti boshqaradi. Prop berib qo'yadigan bo'lsam, men kichkina shotimda o'sha kulli rasxodlar uchun, boshqa uchun. Endi bizda mediadan ham pul keladi. Buni bilasiz, buni yashirmayman bu narsani. Mediadan ham pul kelib turadi. Yo tirikchilik ishlatamiz. Bu propni o'sha aytganimdek kattaroq pul yechish uchun ishlatsa bo'ladi. Qarang, hozir kundagi aktual bo'lib turgan imminman pul yo'qotish masalasi bor tradingda. Kakano mashinist o'sha haqida qilsaydi. Shu haqida birozgina. Men hozir kelinglar, ham foydali, ham aktual mavzu haqida gaplashaylik. Bu qiziq bo'ladi. Ya'ni даже o'sha o'zimiz prezidentimiz ham bu narsani ko'p gapiryapti. Hozir даже SMS ham keldi, ko'rgan bo'lsangiz. Mavzu boshqa-yu, firibgar traderlardan ehtiyot bo'ling degan SMS kelyapti hammani telefoniga. Firibgar trader deb aytyapti. Firibgar traderlardan ehtiyot bo'ling deb. Shunchalik mana shu soha anaqa qilib ketdiki, ko'tarilib ketdiki, bu yaxshi tomonlama ko'tarilmadi-da, lekin mashinist tomonidan mana misol
mashinangizni olib chiqasiz, u yaqinda ham qo'ygan bo'lsangiz kerak. Endi hamma olib chiqadi, qo'yadi, yo mashinani olib rasmga tushgan odam qo'rqib qoldi. Mashinistva qilib rasmingizni qo'yib, lekin odamlar ajratib olmayapti shu narsani. Men aytaman, mana sizga ham aytaman, bizani ko'rib turganligim, liboyiga aytaman, pul ko'paytirib beraman deganlarning 100% mashinik. Aniq. Liboyi javob. Bo'lmasa kelsin oldimga. Ko'paytirib. Razgonchilarga ham men qarshiman, hammasiga. To'g'risi. Kelsa, bu urushish yo boshqa temada emas, liboyi kelsin, men pul beraman aka. 5000 desa 5000, 10000 desa 10000, 100000 desa 100000. O'zim qo'limda hozir 100000 yo'qdir, topib olib kelib beraman. Razgon qilib bersin, пожалуйста, razgon oladiganlarga aytaman. Hech bir aloqaga chiqmayapti. Hammasi mashinist. Prosta pulni uchirib yuborish, bu bir. Odamlar qanaqa pul yutqizyapti? Pensionerlarga ham hozir misol oyizlar ham Telegramga kiradi. Hozir yosh kattalar ham Telegramga kiryapti. Telegram kanalida bor. Qayerdandir qo'shilib qoladi. Keyin kechqurun kino ko'radigan akalarimiz bor. Bitta sxemada bu. Kino Reels'ni anaqa qilib o'tirsangiz chiqib qoladi-ku. Kino kodi mana bunaqa deb o'shani botga yozasiz. Telegram kanalida majburiy kanallar bor. O'shalarga podpiska bo'lib chiqasiz, u sizni avtomatik pul ko'paytirib beradigan kanalga qo'shib qo'yapti. O'shatdan ko'rib, voy deydi, keyin yana sodda xalqlar bor. Ularni men isqirt deb atayman, pulga o'zini sotganlar deb atayman. Ular ham bir xillari, hammasi ham emas. Mashinik trader chiqyapti, umuman xabari yo'q odamga tradingdan. Men sizga deyapti, $100 beraman deyapti, siz menga mana shu tekstni o'qib, dumaloq video qilib berasiz deydi. Ya'ni qanaqa? Men Samandar Invest Traderdan menimcha daromad ko'rdim. Pulimni ko'paytirib berdi. Unga rahmat deydi. O'shunaqalarga men isqirt demoqchiman. Bir xillari bilib turib qiladi shu ishni. Bir xillari bo'lsa bilmasdan turib pul olib qo'yadi. Buni natijasida o'sha pul yo'qotishlar juda ham ko'p bo'lyapti. Face'dan ham shu ko'p. Pul просто chiqib ketyapti. Bunga nima desa bo'ladi? Trader stop loss olgan signali bilan pul katta yo'qotish bo'lib ketmayapti O'zbekistondan, yo probdan imtihondan o'ta olmayotganidan bu narsa bo'lib ketmayapti. Prob imtihoni bu prob mana bu yoqqa 1 yil bo'lgan bo'lsa kirib kelganda, bundan oldin ham odamlar prob bilan ishlashardi. Undan oldin ham imtihondan, misol o'ta olgani o'tardi, o'ta olmagani o'ta olmasdi. Lekin iqtisodiyotga pul chiqib ketishiga juda katta ta'sir qilmagan. Shunaqa. Bundan oldin ham savdo qilardik, stop loss olardik yo odamlar sliv qilishardi, lekin bu darajada emas. Bu darajada traderlar kimligini bilishmasdi. Trader niqobi ostida deyapti. Hozir shu usturi bo'lib, sal tilini olib keladigan misol shu anaqa bo'lsa, mashinist bo'lib ketyapti-da, misol firibgar. Yo odamlar nimaga qaraq qilib pulini bemalol ishonib topshiryapti? Bilmayman, lekin misol aytaman, odamlar misol ochiqcha aytaman, biz kursga qabul qilamiz-da, kurslar qabul qilamiz yo prodaja boshqa bizneslarda ham anaqa bizneslarimiz ham bor. O'shanda kurs nimadir prodaja qilayotganimizda, faqat bizga umniy odamlar duch keladi-da. Shunaqa savollar beradi. Odamlar umniy deysizda, unda chatni ko'rib. Lekin bu mana ko'paytirib beradiganlarga kelsangiz, shunda pulini berib oladi. Mashinik isqirtlar ham biladi-da, qanaqa odamlarga anaqa qilib, sodda odamlarni anaqa qiladi. Lekin hamma ham emas, mana endi sal bo'lsa ham ko'rsatkichlarimiz oshdi, odamlar bizani vazifa, to'g'ri, bizani hozir mana bu prop kompaniya mavzusiga, qilayotgan intervyumizga to'g'ri kelmasligi mumkin, lekin bu xalq uchun bizani vazifamiz. Gapirishimiz kerak. Vazifamiz, ogoh bo'lish kerak. Qisqa qilib aytganda, bu mavzuni tugatamiz. Qisqa qilib aytganda, pul ko'paytirib beraman. Razgon nima deydi? Razgon sizni pulingizni, siz menga pul berasiz deydi. Foyda ham, zarar ham 50-50 deydi. $100 $1000 qilishga harakat qilamiz deydi. O'sha razgon shiklar. Keyin pul berasiz, hech qanaqa risksiz ko'paytirib beraman deydiganlar hammasi mashinik. Ishonmanglar. Lutchi bekorga undan ko'ra kursga to'lov qilganinglar yaxshi. Yaxshi kurs bo'ladimi, yaxshi kurs bo'lmaydimi, zato nimadir o'rganasiz. O'rganasiz. Sal nimadirga erishasiz. Ko'ra olasan nimadir. Yoki-da o'sha pul lutchi nimagadir boshqa narsa ishlatsa, savdo qilib yo'qotsa ham odam achinmaydi, ko'radi hatiyab. Lekin unaqa aldanib qolish kerak emas. To'g'ri, lekin bizani ko'rayotgan bu odamlarga ham, lekin unaqa aldanib qoladiganlar menimcha buni ko'rayotgan odam unaqa aldanmaydi deb o'ylayman. Yana bilmadim. 100 tadan 2 ta chiqib qolmasa. Chunki propshot temasini misol aql aytgan odam
anu mashinistlarga pul beradigan odam emas deb o'ylayman. Balki bu videolarimiz rekka chiqib ketib qolsa, tegishli emas odamlar ham ko'rar. Mavzuni ochganimiz uchun. Rahmat fikrlaringiz uchun. Juda ham yaxshi fikr bildirdingiz. Gap bo'sh mumkin emas. Detalli har bittasini tushuntirib o'tib Lekin ketdingiz. juda ko'p gapirdim, o'zim ham sezdim. Suhbatimiz ham, intervyu ham o'z poyoniga yetyapti deb o'ylayapman. Nimaga siz? Chunki menda blitz savollar bor. Hozir oxirida tars javob beradigan joy. Bo'ldi. O'ylanmasdan. Bo'ldi, xo'p bo'ldi. Bu degani kamroq gapiring degan. Yo'q. Xo'p, ketdik. Birinchisi, prop или real? Real. $10,000 real depozit yoki $2,000 prop hisob. To'g'risi aytaman, $10,000 real shot. Prop hisob to'g'risida ekan, imtihonligimi yoki imtihonsiz instantmi? Imtihonli prop hisob olish. Xo'p. Scalping или day trading? Day trading. Day trading. Bitta katta daromad yoki ko'p kichkina daromad? Ko'p kichkina daromad. Stabilnosti mazasini endi tushunib yetganman, shundan ochiqcha aytaman. Xo'p. Risk management yoki razgon? Xalqimiz javob beradi. Risk management ekan. Men ichimda. Xo'p. Сделкani o'tkazib yuborish yoki risk bilan o'sha entry bo'lmagan zonadan kirish. Mana lipoy baribir riskimni jilovlasam ham men ikkinchisini tanlayman. Ozgina risk qilib ko'rib o'shani aniq qilish, lekin haqiqiy tavsiyam o'tkazib yuborish. Xo'p. 5% stabil yoki 30% risk bilan savdo qilish. 5% stabil. 5% stabil. MetaTrader 4 или MetaTrader 5? To'g'ri ishlatib ko'rmaganman. Seriozmi? Kirganman, lekin savdo qilib ko'rmaganman. 5 tanlayman. MetaTrader 5. To'g'ri bor. Qanaqadir o'zimni qariyaladek his qilaman-da, bilasizmi? O'sha deganlar bor lekin. Xo'p, BMW или Mercedes? Mercedes. Komfort xohlayman. Yo'q. Da shovqin xohlamayman. No, ikkalasini pulim bo'lsa, ikkalasini ham olaman. Men misol Mercedes fanatiman yo BMW fanati emasman. Pulim bo'lsa, ikkalasini ham olib qo'yaman. M8 bilan Gelikwagen. Gelikwagen. Yaxshi tanlov. Rolex или Apple Watch? Apple Watch. Nimaga? Bilmayman, Apple Watch udobstvolar ko'pda, chunki men soat bor, qo'limda ham turibdi-ku. Endi original yo'q, bronza demayman, lekin qaramayman, просто tusovka. Pont uchun. Da, pont uchun. Xo'p, Dubai или Tailand? Nima boya gaplashdik-ku, nima xohlashingizga bog'liq. Ishimiz bo'yicha Dubai. Ishimiz bo'yicha Dubai. Dam olish bo'yicha Tailand. Kuniga 1 soat ishlash yoki 8 soat ishlash? Voy, bilasiz savollarni zo'ri. Kuniga agar mani soham, mani savol, menga berilayotgan savol-ku bu to'g'rimi? Faqat men uchun bo'lsa kuniga 8 soat ishlash, mana shu sohamda sevib ishlashim. Kuniga 1 soat ishlash deganda, misol o'zim yoqtirmagan ish bo'lsa 8 soat tanlamasdim, 1 soatni majburan tanlardim. Lekin 8 soat tradingda savdo qilish emas, mana shu yo'nalish bo'yicha ishlash bo'lsa tayyorman. Chiqib qolgan podkast berishga ham yo savdo qilishga ham, o'zi chiqib qolgan ishimni qilaman trading bo'yicha. 8 soatda. Podkastimizdan 8 soat tanlayman. Shu blitz savollarimiz tugadi. Rahmat sizga intervyu kelganingizga. Mazza qildim to'g'risi, ancha bo'luvdi. Oxirgi marta o'zim faqat intervyu beruvdim desam. Rahmat, chaqirganingizga mazza qildik. Tugallashimizdan oldin men har doim obunachilarga nimadir sovg'a qilishni yaxshi ko'raman. O'zi bu narsani taklif qilishingiz kerak, lekin faqat xo'p deysiz, hozir faqat eshitib xo'p deb bersangiz bo'ldi aka. Chunki obunachilarimizga, xo'p qarang, o'zingiz yoningizdan $10,000 shot berasiz 3 ta odamga. Faqat tekinga emas. Ana shundoq emas. Birinchisi, mana bunaqa bo'ladi. Endi uzr, ana zadaniya berib sizga ana qilganga to'g'ri tushunmaysiz. Faqat iltimosnoma. Birinchisi, kommentariy yozganga eng yaxshi kommentariy. Faqat chestni, mana biz ham ochiqcha gapirdik, ular ham ochiqcha gapirib o'zini fikrini bildirsin. Prop shot, YouTube mavzu va xato kamchiliklarimiz. Keyingisida to'g'rilab, keyingi odam bilan yaxshi ish qilishingiz uchun. Ikkinchisi, mana shu videodan qanaqadir globalniy zo'r gapirgan mavzularimizni kesib olib bitta post joylashsin. Instagramiga joylashsin. Uni prosmotri qanaqa bo'ladi, farqi yo'q. Misol kamida 10 ta odam qilsa, qaysi biriniki yaxshi chiqsa, chiroyli chiqsa, o'shani tanlab olib 10 minglik yana beramiz. Uchinchisi, mana shu videomiz YouTube'ga chiqqandan keyin videoni olishadi, полностью to'lig'ini, linkini o'zini Instagramiga joylaydi, storiesiga. Anaqa chiqdi, mana shu ko'ringlar deb chista tavsiya qilib. Bu nimaga 3 xil davoman, bir xil montaj qilishni bilmaydi. Bir xil faqat kommentariy yoza oladi. O'shaning uchun 3 xil shart beryapmiz. Rozimiz shunga 10 minglikdan 3 ta odamga. Mana shu zadaniyalarni bajarsa.
Yaxshi taklif, lekin yoqdi menga ham. Qilsak bo'ladi, Roziman, manfaatli bo'ladi. Bo'ldi, xudo Ha, xolasa. bosishim bor. Obunachilar menimcha meni kuzatadiganlar, taniydiganlar uyaltirib qo'ymaysizlar degan umiddaman. Boshqalar bilan intervyu olgandan ko'ra, shu olganidan prosmotrlar ancha baland bo'lsa, men ancha xursand bo'lgan bo'lardim menimcha. Hammaga rahmat. Aka, sizga ham taklif Sizga ham rahmat. Kelganingiz Sog' uchun. bo'linglar. Suhbatimiz juda ham zo'r bo'ldi degan umiddaman. Xo'p, oxirgi gap nima deyman? Maksimalniy repus, chiroyli kommentariy va boyagi MK Samandar aytgan shartlarni bajarsanglar, albatta sizlar uchun 10 ming dollarlik prop hisobni taqdim etamiz. Salomat bo'linglar, yaxshi kunda ko'rishaylik. Sog' bo'ling. Charchamanglar.